bu videoni tushunish uchun albatta bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lishingiz kerak. DXSda nima uchun men qarshiman deb aytganim, balki qaysidir vrachlarni, ginekologlarni jahlidan chiqaradi. Bu kontratsepsiya usuli hisoblanganligi uchun ayollarni sog'lig'iga hech qanaqa ta'siri yo'q-ku deyiladi, lekin qaysidir ayollarimiz buni amalga oshirsa bo'ladi, lekin ijtimoiy jihatdan o'ziga yetarli bo'lgan, bolalari 3 ta bo'lsa, keyin yana tug'moqchi bo'lib qolsa, yosh ayollarda bu narsani maslahat bermayman, chunki bizda shunaqa holat bo'lgan. Ayol murojaat qilyapti, bir necha marta 3 ta farzandi bor, DXS qildirgan. 2 ta bolasi avtohalokatda nobud bo'lgan, hayotdan ko'z yumgan, bitta bola bilan qolgan va tug'moqchi. G'omiydi, depressiyaga tushib qolgan. O'sha uchun bunday qarorlarga kelishdan oldin chuqur o'ylanglar. Bu orqaga qaytmas protsess hisoblanadi. Shu videoni DXS qildiraman deb yurgan o'rtoqlaringga yuboringlar. Chuqurroq mulohaza qilib, keyin bitta qarorga kelib olsinlar.